Hammaga assalomu alaykum. 1.7 sotu 45 ming dollar. Xo'p, sizlar bilan uychi bolalar, Bog'zor mahalla Daryobo'yi ko'chasida. Xo'p, 1.7 sot olibdi, yaxshi uchastkani topib qo'yganmiz. Hech kim yashamayapti. Xullas, tashqi fasadlari joyida, 3 ta xona, kuxnya alohida va sanuzellar. To'pli pollargacha qilingan, ozgina qiladigan ishi bor. Menimcha 45 ming dollarga juda yaxshi bo'lsa kerak. Bo'tmana bitta katta zali. Sal e'tibor bermaymiz. Ozgina bardak bo'lishi mumkin. Sababi hech kim yashayotgani yo'q. Bu yerda mana yana bitta xonasi, ikkinchi xona bo'lyapti. Bu kuxnyamiz va bu yerda mana 3-xonasi. Razdelniy sanuzel tashqaridan ham kirsa bo'ladi, ichkaridan ham kirsa bo'ladi. Ozgina sharoit qilib olasizlar va katyol xonasi bo'lyapti. Xullas, narxi juda ham yaxshi. Bilasizlar, faqat arzonini qo'yamiz. Uyimiz qaytarib o'tamiz yana 1.7 sotu 45 ming dollar. 3 ta xona plus kuxnya. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar har doim yaxshini qo'yamiz. Xohlasanglar, xuddi shuning yonida bitta variant bor. Quruq yerni o'zi 1.3 sotu, narxi 15 ming dollar. Bizani kuzatinglar, hammaga rahmat.